Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Obdan turib Bugun 12 oyning 7-kuni. Bugungi xabarga qaraganda, Xitoyning Janubiy dengizida vaziyat texmi jiddiyleşib, Amerika davlatining 2 urush kemasi Xitoyning Janubiy dengiz tavalligiga kirib bo'ldi. Mana shundaq jiddiy vaziyatda Amerikaning bir urush kemasi Tayvanning janubiy taraf Bashi kanaldan yetib beribdi. Bashi kanal deganimiz Bashi kanal. Yani bir urush kemasi bo'lsa, Filippin taqim orollari orasidan bevosita kesib o'tib, Janubiy dengiz rayoniga yetib beribdi. Bu jiddiy ahvolga qaraganda, Janubiy dengiz rayonida jiddiy harbiy harakat yuz berishi mumkin ekan. Yana bir jiddiy ahvol bo'lsa, yangi tayinlangan Amerika davlat mudofaa ministri Miller Efendi tuyuqsiz Filippin davlatiga kelib xizmat ziyoratini ilib beribdi. Bu jiddiy ahvol tunugundan boshlab nihoyat tez yuz berib yetibdi. Janubiy dengizga yetib kelgan ikki parxodning birisi bo'lsa, Makin Arili nomdagi ommabop hujum qilish parxodi bo'lib, bu hujumchi parxodda F-35B tipdagi qirg'uvchi hujum qilish aeroplan o'rnashtirgan ekan. Bu hujum qilish urush parxodining urush quvvati normal davlatlarning aviamatka urush parxodidanmi ustun o'rinda turdi ekan. Bu parxodning yana bir aloyligi bo'lsa, Amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qilish qismini har qanday quruqlik va orollarni ishg'ol qilish uchun yetkazib beradi ekan. Filippin taqim orollarini bevosita kesib o'tgan Janubiy dengizga yetib kelgan Samaris nomdagi urush parxodniki aloyligi bo'lsa, Amerika dengiz armiyasining quruqlikda jang qilish qismiga orqa saf ta'minotini yetkazib berishni maqsad qiladi ekan. Urushga munosabatli har qanday harbiy aslahalarni yetkazib berdi ekan. Bu ikki parxod bir-biriga moslashib, birli vaqtida bu Janubiy dengizga yetib kelishi Xitoyning Janubiy dengizdagi orollarga o'rnashtirgan harbiy kuchini tozalab etishni maqsad qiladi ekan. Demak, Janubiy dengizda urush portlash mumkinchiligi cho'ng. Amerika davlat mudofaa ministri Miller Efendining Filippinga kelishi intayin g'ayri ahvol bo'lib, uning ustiga Miller Efendim davlat mudofaa ministri bo'lib tayinlanganiga texi 2 haftali bo'lgan edi. Uning ustiga Amerika davlatidagi saylovning oxirgi natijasi texi aniq bo'lmagan. Amerika hukumati texi davolg'ish mezgilida Amerika davlat mudofaa ministrining Filippinga berishi u tarafda bir jiddiy ahvol bor degan gap. Hozirgi Amerikadagi vaziyatga nisbatan Amerika davlat mudofaa ministri Amerikadan ayrilmasligi kerak edi. Miller Efendi o'ziniki sotsial taratqusida xeyli uzun bir maqola yozib, u maqolada asosli mazmuni Xitoy davlati tajovuzchilik shaklda Vyetnam davlati, Filippin davlati qatorliq Janubiy Osiyoga tahdid ko'rsatgan vaziyatni yaratib, Janubiy dengizda nurg'unlagan sunniy orollarni paydo qilib, u orollarga harbiy kuch o'rnatib, Janubiy dengizning omonligi va Janubiy dengiz atrofidagi kichik davlatlarga tajovuzchilik harakatini ilib bordi degan mazmunlar yozilgan ekan. Xitoy davlati uningdan boshqa Janubiy dengizdagi boyliqlarni kontrol qilish uchun Xitoy davlati Janubiy dengizdagi 3 turlik harbiy kuchini harakatlantirib, birisi bo'lsa Xitoy dengiz xalq askarlarini kuchaytirish, yana birisi Xitoy dengiz saqchi atirtini kuchaytirish, yana birisi Xitoy dengiz armiyasini ishga solib, Xitoyning Janubiy dengizdagi baliqchilik sohasini qo'g'dash nomida Janubiy dengizdagi Filippin, Malayziya, Indoneziya, Vyetnam qatorliq davlatlarga tahdid qilish mazmunlar yozilgan ekan. Uningdan boshqa Xitoy davlati Janubiy dengizda Xitoy Sansha ma'muriy hukumat rayoni qurib, bu Sansha ma'muriy hukumat rayoniga Janubiy dengizdagi egallab olgan orollarni va sunniy orollarni Sansha ma'muriy rayoniga qaraydigan qilib, Shisa taqim orollari rayoni, Nansha taqim orollari rayonlari degan ismlarni barpo qilib, yig'ib Janubiy dengizdan butunlay o'ziningki qonunliq ma'muriy rayon deb atyapti. 2016-yili Danqaq xalqaro sudi hukm chiqarib, Xitoy davlatining Janubiy dengizda ilib berayotgan butun harakatlari va qilmishlari qonunsiz, Janubiy dengizda ilib berayotgan harakatlarmi qonunsiz. Jumhur Xalq Jumhuriyati Janubiy dengiziga sizib olgan 9 belaklik sizoqning hammasi qonunsiz deb hukm chiqargan ekan. Xitoy davlati atib olgan 9 sizoq bo'ligi deganimiz Xitoyning Janubiy dengizdagi Tayvanning sharq qismidan sizilib mangan sizoq janubga qarab so'zilib, Filippin dengiz tavalligi
Indoneziyaning dengiz tavalligi, Vyetnamning janubiy qism dengiz tavalligi va sharq qism dengiz tavalligidan yuqori o'rlab, toki Xitoyning Yunnan o'lkasiga berib tutashqicha bu janubiy dengizga sizab chiqqan sizoqlarni 9 bo'lak siziqi deb ataydi ekan. Xitoyning sizib olgan bu 9 bo'lak siziqini xalqaro sudi qonunsiz deb hukm chiqaribdi. 2016-yili 7-oyda Amerika hukumati bir bayonot chiqarib, xalqaro sudini qo'llagan shaklda Xitoy davlatining Janubiy dengizda ilib borgan qonunsiz harakatlarini darhol to'xtatish degan mazmunda bayonot e'lon qilgan ekan. Bu qitim Amerika davlat mudofaa ministri Miller apandim va 2 hujumchi kimi bilan birlikda Janubiy dengizga yetib berishi, Janubiy dengizda cho'qim bir cho'ng ishning yuz berishi muqarrar ekan. Prezident Trump apandimning buyrug'i bo'lmasa, Miller apandim Filippinga bundaq jiddiy bormaydi ekan. Trump apandim Xitoy davlatiga bo'lgan g'azab nafrati chekiga yetgan. Amerika davlatida yuz bergan Xitoyning virus vaqasi bo'libmi biz yaqindan buyon anglayotgan Amerika saylamiga Xitoyning buzg'unchilik qilishi, bunday aytganda Prezident Trump apandim koni yangi hisoblarning hammasini yig'ib Xitoydan imtihon olmoqchi ekan. Shunga Prezident Trump apandim bu eng halqiliq paytni ching tutib, Xitoy davlatiga ajallik zarba bermoqchi ekan. Yana bir yangi ahvol bo'lsa, Tayvan bilan Hindiston davlati pat yaqinda jiddiy diplomat munosabatni o'rnatib, bo'libmi harbiy jihatda ittifoqdoshlik shartnomasini o'rnatdi ekan. Agar Tayvan urushga kirib qolsa, Hindiston yordam beradigan, Hindiston urushga kirib qolsa, Tayvan yordam beradigan. Mushundaq o'zaro hamkorlik o'rnatdi ekan. Hammanglarning qimmatli vaqtinglar uchun ko'pdan ko'p rahmat.